Uxti. Mana shunaqadan, ha? Ana, bor ekan-ku. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Qora ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Qora ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Daryo suv oqarmi? Qor yog'masa tog'larga. Gullar kulib boqarmi? Sen kirmasang bog'larga. Qora ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan. Senden boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larda. Qora ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Aferin. Va alaykum assalom. Voy ko'z tegmasin. Do'ppim bilan torim bilan qanday fayzli, shunday chiroyli bo'lib turibdi-ya. Rahmat. Maza qildik. Gap yo'q. Endi bo'lmasam o'zingizni tanittiring. Qashqadaryo oblasi Kitob rayonida tug'ilganman. Suvon Bahronov. Suvon. Qanaqangidir qadimiy ismlardanmi? Suvon. Balkim. Suvon. To'g'ri aytyapmanmi? Suvon. To'g'ri. Ma'nosi nima ekan? Bilmayman. Bilmaysizmi? Qiziqmadingizmi? Suv degani suv, on degani ingliz tilidan Suvon. ochildi. Suv ochildi degani. Ay mana yaxshi. Shunaqami? Amali bo'lsa. Suv ochdi. Suvon. Yoshlari nechida? 56da. Oo, ko'z tegmasin. Doimo torim bilanmi? Tor bilaman. Xudoga shukr. Iltimos, ko'kragida ham tor tushmasin. Men shu hadib qaytarib o'raman bu gapni. Ustoz ko'rgansiz-a? Birinchi ustozim o'zim tog'am. Norqul sohibi deydi. Qarindoshlardan. Ikkinchisi ustozimiz Alloh rahmat qilsin Sher aka. Shu odam ustozimiz. Ana. Duolarini olganmiz. Wow. Ana, qarang. Xush kelibsiz loyihaga Suvon aka. Endi tanlang. Ruxsat bo'lganiga hammani tanlaydi. Meni Kumush opamni tanlaymizlar. Ana bo'ldi. Ara. Yigitlarni yigiti bizani go'zallik komandamizga kelishdi. Yo'q edi sizda shunaqa ishtirokchi. Keling Suvon aka. Suvon. Go'zallar go'zallik komandasiga xush Necha kelibsiz. 56. Vashga o'xshamaysiz. Kelibsiz. Vashga o'xshamaysiz 56 ga. Tabriklayman sizni. Ana bo'lmasam. Ana. Marhamat. Boya salomlashganimda men